PSG bir yutmasin ekan akalar. PSG bir yutmasin ekan. Haqiqatda u France futbol o'tkali ishonchi desam sizlar dedinglar. Mana bu yil ko'rgan bo'lsanglar, mana shu o'tkali PSG formasida kim chiqqan bo'lsa sovrinlar olib ketdi. Yili degan mukofotni ham PSG oldi. Oltin to'p Dembele, keyin Yamal, Vidinya u yog'i 5-o'rin Rafinha ekan. Qaranglar taqdir taqozosini, voy. Qariylar bilan o'yladinglar Rafinhani 5-o'ringa. Men Realchiman, lekin u darajada emas-da, u darajada emas. Biz bolalar u haqiqatdan endi unaqa qattiq o'ynashmoqdi. Borishmadi ham shuning uchun. U 11-o'rindagi Pedrini yig'lashni bilmaydi bu bola deb nima u sizlar kontrol o'ynaganiga qarab qo'ydinglar, baldi 11-o'rindan bo'lan u 11 Hakimi 6 o'lar ekan, qaranglar. Lautaro Martinez 20-o'rin ekan. U bola ham finalgacha boruvdi olib. 5 ta golni o'ziga urib olmadi u finalda, to'g'risida harakat qiluvdi. Ammo Valverde 30 talikda yo'q, lekin shu PSJda avtobusini shopiri kirib olibdi, 30 talik 27-o'rin bo'lib qolibdi.